Tuhmat qilingan yoki qilinishi kutilayotgan kishi yaxshilab tahorat oladi. Toza liboslar kiyib xoli bir xonaga berkiladi. Go'yo Rabbisi bilan yolg'iz qoladi. Buni qalbi bilan his qiladi. Mana shu tuyg'u juda muhim bo'lib, banda Rabbisini ko'rib turgan kabi ishonch bilan xayollarini jamlab unga shikoyatchi bo'la olsa, oyat va virdlarning ochuvchi tishlaridan ham biri shudir. Qiblaga yuzlanib 70 marotaba istig'for aytadi. So'ng 70 marotaba ushbu salavotni aytadi. Allohumma solli va sallim va barik ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahabatihi. So'ng Anfal surasining 10-oyatini 70 marotaba o'qiydi. Undan so'ng xohlagancha salovat aytib ortidan chin dildan duo qiladi, iltijo qiladi. Allohning izni bilan darhol vaziyat o'zgaradi. Bu sanalgan. Bu virni kunning xohlagan vaqtida qilish mumkin. Bir kunda 2-3 marotaba ham qilsa bo'ladi.